120 ming dollarga 5 ta xonali tayyor xonadonni obzorini qilib beraman. Qaranglar, ana mana shu yerda o'tgan xonadonimiz Uglovoyda joylashgan. Ko'chalarni ko'rib olsanglar, ko'chalari ham kichkina emas. Toshkent tumani Ko'ksaroyda joylashgan. Toshkent postidan 2 kilometr kiriladi. Hozir xonadonni ichiga kiramiz. Yo'liga qaranglar, ikkita mashina spokойно sig'adi. O'rtada zelenoy zona qilib qo'yishib, atirgulli ekilgan ekan. Bu yoq tarafda 3 ta xonasi bor. Ana qaranglar, bu birinchi xonasi. Zal bo'ladi, remontlari yaxshi holatda, yomon bo'lib ketmagan. Mana bu ikkinchi xonasi. Mana bu yerda dushovoy sanuzyonlari bor. Mana uchinchi xonasi. Ana endi bu yoq tarafga o'tamiz. Xo'p, svet, suv, gaz muammo yo'q, kanalizatsiya o'ra qilingan bu yerda. Mana bu yerda 4-xona spalni. Buni ko'rasizlar, akkuratniy bo'lib turibdi. Yana sanuzyon dushovoy, mana bu oxirgi 5-xonasi, detskiy xona qilib qo'yilgan. Qaranglar. Bu yerda podvalga tushiladi, o'ng qo'lda bitta podval bor, chap qo'lda kotelnisi. Mana bu yoqda oshxonasi. Shu xonadon uchun 120 ming dollar so'ralyapti. Ya'ni ozgina savdolashadigan joylari bor. Pastda raqamni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.